Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh, birodarlar, barakallohu fikum. Keyingi matn analiz darsimizni, analiz demak, tahlilimizni, matnni o'qiymiz va uni tahlil qilish darsimizni boshlaymiz inshaalloh. Bugun ozgina ko'proq sizlarga ya'ni qo'shimcha qilishga harakat qildim. Bugun matnni analiz qilamiz va bu yerda birodarlar bilan jonli tarzda savol javob ham qilamiz. Shu matndan kelib chiqib inshaalloh, okay? Men ularga savol beraman, ular menga savol berishadi. Bu birodarlar hozir Telegramdan bu matnni ko'rib turishibdi. Telegramdan hozir shu matnni inshaalloh hammasini o'qib chiqib tahlil qilamiz. Ichida hech narsa qolib ketmaydi. Hammasini tushunasizlar inshaalloh. Okay? Har doimgidek birinchi men matnni boshidan oxirigacha ingliz tilida o'qib beraman. Keyin so'zma-so'z, grammatika, so'zma-so'z, frazama-fraza hammasini tahlil qilib chiqamiz sizlar bilan. Barakallohu fikum. Mana bu yerda ham уже alhamdulillah odamlar yig'ilishni boshlayapti. 30 ga yaqinlashib qoldik. Inshaalloh bismillah deb boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz media haqida. Media haqida kichkina matn o'qiymiz. Aytib o'taman, bu matnimiz beginner darajasiga tegishli bo'lgan birodarlar uchun mo'ljallangan, lekin albatta beginnerdan har doimgidek ozgina qiyinlashtirganman. Ozgina qiyinlashtirishsa o'zimizdan challenge qilishimiz uchun, o'zimizdagi ozgina komfort zonadan chiqishimiz uchun. Bu o'zi elementaryga to'g'ri keladi desam xato aytmayman, lekin beginnerlarga to'g'ri keladigan qilib tushuntirib beraman sizlarga inshaalloh. Allohning izni bilan. Barakallohu fikum. Xo'p, boshlaymiz. Bismillah. Birinchida har doimgidek matnni boshidan oxirigacha sizlarga o'qib beraman. Today, we live in the 21st century. This is a time of fast change and new technology. Every day, people use phones, computers, and the internet to watch videos, read news, and share ideas. This is called media. Media is very powerful. It can teach people good things, but it can also spread bad ideas. That is why Muslims should learn how to use media. We must use media to share truth, kindness, and Islam. If we do not learn media, others may tell wrong stories about us. When Muslims understand media, we can make videos, podcasts, and websites that help people learn about Allah, the Prophet ﷺ, and good manners. We can also protect our children from harmful content. Learning media is not only for fun. It's part of da'wah and helping the ummah in the 21st century. Learning media is not a choice. It's a must. Barakallohu fikum. Xo'p, mana shu bizning bugungi matnimiz, birodarlar. Barakallohu fikum. Tushunarli bo'lyapti degan umiddaman. Xo'p, endi mana shuni hozir sizlar bilan tahlil qilib chiqamiz. Xo'p, bitta tekshirib oling, birodarlar bilan ovozim yaxshi eshitilyaptimi ularga? Ovozim kelyaptimi? Ovozim kelyaptimi sizlarga, birodarlar? Alhamdulillah, kelyapgan ekan. Davom ettiramiz. Today'dan boshlanyapti. Today degani bilasizlar, nima degani? Bugun degani. Today degani bugun degani. We live in the 21st century. We live qayerda ekan? 21st century. 21st, ya'ni 21-asrda yashaymiz deb aytilyapti. Tushunarlimi? Biz yashaymiz. Mana we live. Nimaga we lives bo'lmadi? Chunki bu ko'pli we bo'lyapti-ku. We da lives bo'lmaydi. Lives faqat 3-shaxs birlikka bo'ladi. I 3-shaxsmi? Yo'q. He, she, it yoki u birlikda bo'lgan ism. Masalan, Ismail lives bo'ladi. Lekin bu yerda we bo'lyapti, biz ko'pli bo'layotgani uchun lives bo'lmaydi. Bugun biz yashaymiz in the 21st century. Bitta narsani e'tiborga olamiz, birodarlar. 21st deymiz. Bu tartib son. Ya'ni 21 demaymiz, 21-chi deb aytamiz. 21-chi. Mana shunaqa tartib son kelganida, tartib son kelganda aksar holatda the article ni ishlatamiz. Qaysi article ekan? The article ni ishlatamiz. Ya'ni aniq article. Tushunarli? Aniq article. O'zi nimaga unaqa deb savol berishingiz mumkin. Nimaga tartib son kelganda aniq article ishlatiladi desanglar, o'zi aniq artikelni bir qancha ishlatiladigan joylari bor bilsanglar. Masalan, o'sha narsa bitta dona bo'lsa har doim.
Faqatgina bitta narsa bu faqatgina bitta. Boshqa unaqa narsa yo'q. Unda biz nima eshitamiz? Aniq artikl. Nimaga? Chunki bitta bo'lsa aniq-u qaysi haqida gapirilayotgan, to'g'rimi? Masalan, Quyoshimiz nechta edi? Biz Quyosh sistemasi quyosh nechta edi? Bitta, to'g'rimi? Bitta. Shuning uchun the sun desangiz, hamma biladi qaysi quyosh haqida gapirilayotganini. Misol uchun, bu quyoshga bugun yarqaratib yuboryapti, isitib yuboryapti. Qaysi quyosh haqida gapiryapsan demaydi hech kim, to'g'rimi? Hamma tushuntiribdi qaysi quyosh haqidaligini. O'shaning uchun the artiklni ishlatamiz. Bu yerda tartib son bo'lganda ham 21-asr nechta? Bitta-da. Bitta 21-asr bo'ladi. Ikkita 21-asr bo'lmaydi, to'g'rimi? Yoki misol uchun kimdir musobaqa qilganida nechta birinchi o'rin bo'ladi? Birinchi o'rinni nechta odam olishi mumkin? Bitta odam. To'g'rimi? Shuning uchun the first deydi. The first place. Shuning uchun tartib sonli har doim o'zi qoidasi bo'yicha yoki odatan bitta bo'ladi, ya'ni 21-o'rinda bitta narsa turadi. Bu ikkita bo'lganda 21, 22 yoki 21 bo'lgan bo'lardi. O'shandan kelib chiqib 21-asr bitta dona bo'lgani uchun hammaga tushunarli qaysi haqida gapirilayotgani, qaysi asr haqida gapirilayotgani, shuning uchun aniq artikl ishlatilyapti bu yerda. Nimaga emas deb savol bermoqchi bo'lsangiz demoqchiman-da. We live in the 21st century. Qanaqa o'qilar ekan? Century. Century deb o'qisangiz to'g'rimi? Yo'q, noto'g'ri. Century deb o'qisangiz umuman noto'g'ri bo'ladi. Bir xil tushunmaysizlar. Century. Ch tovush chiqish kerak, tushunarli? Century. This is a time of fast change. This is so'zini biz sizlar bilan o'tdik. Sizlar bilan deganda hozir sizlarga hecham esimdan chiqib qoldi, Alloh alam. Hozir bizda chatda kuzatayotgan birodarlar beginner kursiga yozilgan birodarlar, ular bilan biz this is ni o'tganmiz. This is nimaligini bilishadi. Beginner darajasidagi birodarlar bo'lgan uchun ularga bu narsani o'tganman, barakallohu fikum. Shuning uchun hozir mana tushunishadi buni, ya'ni aytmoqchiman. Boshlaganimizga ham qancha bo'ldi? Bir 3 haftami bo'lib qoldi shekilli, Alloh alam. Adashmayotgan bo'lsam 3 haftacha bo'ldi kurs boshlanganiga. Va mana hozir anchagina narsa alhamdulillah o'zi o'rganib qo'yishdi. To'ppa-to'g'rini bu degani deb javob beribdilar. Bu degani, this is bu degani. Allohumma barik. Fozil birodar to'ppa-to'g'ri aytdilar. This is degani bu. Ya'ni bu a time dot. Bu shunaqa vaqtki of fast change. Change degani birodarlar eslab qolamiz, o'zgarish degani. Bu yerda hozir ot bo'lib kelyapti. Kim nima savoliga javob beradigan so'z bo'lib kelyapti, tushunarli? This is a time of fast change. Fast nima degani edi? Fast nima degani? Birodarlar o'tganmizmi? Fast nima degani qani? This is a time of fast change. Tarjima qilinglarchi, tarjima qilinglarchi. Qani? Kim tarjima qila oladi? Qani beginner kursimizdagi o'quvchilar. This is a time of fast change. Bu juda tez o'zgarishlar vaqti. Allohumma barik. Nishonova, to'ppa-to'g'ri. Bu juda tez o'zgarishlar vaqti. Bu yangiliklar vaqti. Xo'p. Ilyosjon, to'ppa-to'g'ri, Allohumma barik. Faqat bitta joyini to'g'rilagan bo'lardim, gapinglar, tarjimalarda. Juda tez emas-da. Juda degan so'z yo'q bu yerda. This is a time of, misol uchun very fast change deyilgan joy yo'q bu yerda. This is a time of fast change. Juda tez emas, prosta change. Shunchaki tez change, tez o'zgarish, tushunarli? Bu tez o'zgarish vaqti. Ya'ni 21-asr haqida gap ketyapti. Mana to'ppa-to'g'ri Muhammad ham aytayotdilar, bu tez o'zgarish vaqti. Allohumma barik. Mana aytildi, bu tez o'zgarish vaqti and new technology va yangi texnologiyalarni vaqti ekan, tushunarli? Ya'ni bu this is a time of. This is a time of. Of bu yerda ning ma'nosini beryapti. Mana tez o'zgarishning va yangi texnologiyalarning vaqti bu deb aytayapti, tushunarli? Yangi texnologiya, new technology. Technology deb o'qir ekanmizmi? Technology, yo'q, technology emas. Technology bo'ladi, tushunarli? Technology. New nima degani edi? New degani yangi degani. New technology. Barakallohu fikum. Davom etamiz. Every day. Buni sizlar bilan boshqa matn tahlillarida ham o'tganda edik, to'ppa-to'g'ri. Tak, qaranglar. Mana ham sizlarga ham savol. New deyapman. Tak, every day bilan birga yozilishi bilan
alohida yozilishini nima farqi bor? Kim topa oladi? Nima farqi bor? Qani o'quvchilarimizdan biladiganlar bormikin? Vallohu alam, hali bu so'zga keluvmidik, esimda yo'q. Beginner darslarimizda o'tdikmi yo'qmi? Aniq esimda yo'q. Chunki ko'p marta qaytarganman, qaytarganim Allohum barik. Shehroz Молодец, to'ppa-to'g'ri, Allohum barik. Har kungi va har kuni. Har o'tuvmidik buni birodarlar sizlar bilan? Beginnerda o'tdikmi? Ya'ni qaranglar birodarlar, eslab qolamiz. Hali o'tmamiz, endi o'tar ekanmiz inshaalloh. Lekin mana Allohum barik o'sha bilib olishibdi. Qaranglar. Har kuni va kundalik to'ppa-to'g'ri. Sizlar ham bilib olinglar birodarlar. Sizlar ham bilib olinglar. Bu yerda hozir mana alohida yozilyapti. Everyday alohida yozilyapti. Everyday qanaqa yozilyapti? Alohida yozilyapti. Va bu degani har kuni degani. Misol uchun men har kuni til o'rganaman. I learn a language, okay, I learn Arabic every day misol uchun, Men har kuni arab tili o'rganaman. I learn Arabic every day. Mana shu gapda men alohida ishlatgan bo'lardim. Alohida ishlatgan bo'lardim. Present simple da gap tuzdimi? I learn Arabic every day. Aman agar birga yozsam har kuni degan ma'no bo'lmaydi. Har kungi, kundalik degan ma'no bo'ladi. Bu sifat bo'lib qoladi, tushunarli? Masalan, aytaylik, this is an everyday problem. This is an everyday problem. Bu har kungi muammo. Agar o'sha yerda alohida yozib qo'ysam, 100% xato bo'ladi. Bu har kungi muammo emas, bu har kuni muammo degan bo'lib qoladi. Noto'g'ri, ma'no chiqmay qoladi. Tushunarli? O'shaning uchun bu har kungi muammo deyishim uchun this is an everyday problem degan bo'laman. Endi qaranglar, men kichkina vazifacha beraychi o'quvchilarimizga every day va everyday ga bittadan gap tuzing. Qani birodarlar, bittadan gap tuzinglar qo'ldan kelgancha. Bismillah. I go to school every day. Ilyosjon, day noto'g'ri yozib qo'ydingiz. A bilan yozadi, I bilan emas. Endi to'g'rilandi. I eat every day. Robiya debdilar. Xo'p, Abrorjon aytibdi. I go to the work every day. To the work bo'lmaydi, brother. I go to work. To the work deb aytilmaydi. Bu odatan the-ni work ga qo'shmaysiz. Chunki tushunarli, ishga boraman deb aytiladi, tushunarli? I go to work every day. Bu yerda alohida yozildi. I forget anything every day. Sal g'alati eshitilyapti bu gapingiz, to'g'risini aytsam. Sal Abrorjon, sal ikkinchi gapingiz sal g'alati eshitilyapti. Men har kungi narsalarni esdan chiqaraman demoqchi bo'lsangiz, sal bunaqa aytgan degan bo'lardingiz. I love everyday drink coffee. Kamola, siz ham sal xato tuzyapsiz bu gapni. Men har kuni kofe ichishni yaxshi ko'raman demoqchi bo'lsangiz, I love drinking coffee every day degan bo'lardingiz. I'm going every day to work. Yana everydayni oxiriga joylashtiraylik. Misol, I go to work every day desangiz to'g'ri bo'ladi. I read a book every day, to'g'ri. I go to the university every day, to'g'ri. This is my motivation every day. Xo'p, mana shu yerda har kungi motivatsiyam demoqchi bo'lganingizda this is my everyday motivation degan bo'lardingiz. Ya'ni har kungi motivatsiya. Motivatsiya har kungi emas, tushunarli? Har kungi motivatsiya mana. Kim yozadi bu gapni? Asadulloh. This is my everyday motivation deysiz va everyday birga yozasiz. Bu yerda alohida yozib qo'yibsiz, qarang. I'm going to market every day. Bu yerda nimaga birga yozib qo'ydingiz? Ismailov. Alohida yozish kerak bo'lgan joyda. Xo'p, I'm going every day. Shu to'rtta harf tushib qoldi-yu. I'm going every day to school. I'm going emas, nimaga continuous tuzyapsizlar? Present simple tuzish kerak. I go to school every day bo'ladi. They play football every day. Bu to'g'ri gap. I read every day. To'g'ri. I read everything. Men hamma narsani o'qiyman. Okay. I'm going to work every day. Iltimos present simple tuzing. Sayfuddinov brother. I love drink coffee. I love drinking coffee. Bo'ladi. Every day. I wake up at 4 a.m. every day. Muhammad Yusuf har kun to'g'rida ertalab to'g'rida turar ekanlar. Allohum barik. Lekin hali ham sifat qilib ishlatishga qiynalyapsizlar. Men sizlarga yordam beraman. Qaranglar mana. Misol uchun he is doing как раз present continuous deb tuzyapsizlar. Sizlarga mana present continuous deb gapirdim. He's doing his everyday tasks. Mana. Task degani birodarlar, he's doing his everyday tasks. Bu yerga ham yozib beray mana.
Bunaqa gap yozdik. He is doing his everyday tasks. Nima degani bu? He's doing his everyday tasks. Tarjimasi u o'zini har kungi vazifalarini qilyapti hozir. Gapirib turgan paytda qilyapti. Chunki present continuous da gap ustiga. U har kungi vazifalarini qilyapti hozir. He's doing his everyday tasks. Tushunarli? To'ppa-to'g'ri Muhammad Yusuf to'g'ri tarjima qildilar. U o'zini har kungi topshiriqlarni bajaryapti. Barakallohu fikum. To'ppa-to'g'ri. Молодцы. Xo'p. He watches TV every day debdilar. U har kuni televizor ko'radi. Ko'rmanglar birodarlar. I live in Uzbekistan every day. Men har kuni O'zbekistonda yashayman. Okay. Okay. I am read deb aytibsiz. Asadullah, I am read bo'lmaydi bilasiz. I am read bo'lmaydi. I read a book every day bo'ladi. Nimaga I am read noto'g'ri? Sizlar bilan o'tgan agar present simple o'tib bo'lgan bo'lsa, bilishinglar kerak. Nima uchun I am read noto'g'ri? Qani aytinglarchi, I am read nima uchun noto'g'ri? Tak, ish harakat bo'lyapti. Read bo'lyapti-ku. Present simple'da yo to be ishlatamiz. Yo ish harakatni bildiradigan fe'l ishlatamiz. Tushunarli? Shuning uchun ikkalasi bo'lib qolmaydi. Mana hozir yana 4 ta 5 ta read borligi uchun to'ppa-to'g'ri to be ishlatilmaydi bu yerda deb aytishyapti. To'ppa-to'g'ri Allohumma barik. Tushunarli? Yo to be bo'lishi kerak yoki fe'l. To'ppa-to'g'ri. I'm reading bo'ladimi? I'm reading desa bo'ladi, lekin bu present continuous emas, present simple emas, present continuous bo'lib qoladi, to'g'rimi? To be harakatni anglatmaydi. To'ppa-to'g'ri Allohumma barik. Tak, davom etamiz. Yana o'rganib oldik, alhamdulillah, everyday haqida bilib oldinglar. Barakallohu fikum. People use phones, computers and the internet to watch videos. Ya'ni odamlar ishlatadi, use degan ishlatmoq edi. Odamlar ishlatadi. Iltimos people'ni pupil deb talaffuz qilmanglar. Pupil emas, people. People. Nima degan ekan people? Odamlar degani. People use phones, odamlar telefonlar ishlatadi. Computers, kompyuterlar ishlatadi. And the internet va internet ishlatishadi. To watch videos, videolar ko'rish uchun. Read news, xabarlarni o'qish uchun. News nima degan ekan shunda? Xabarlar. News. Tushunarli? News. Va bitta narsani eslab qo'yinglar. News xabarlar bo'lsa, bitta xabar nima bo'ladi? Newmi? Yo'q, u ham news bo'ladi. Tushunarli? Bu ham bitta bo'lsa ham news deb urasiz. Ko'plikda bo'lib tuyulayotgan bo'lsa ham. Xabarlarni o'qish uchun and share ideas. Share degani bilasizlar, ulashmoq degani. Ideas fikrlar ulashish uchun ishlatiladi. Bitta narsaga e'tiborlarni tortaman. The internet. The internet. The internet ya'ni internet degan, to'g'rimi? Va aksar holatda birodarlar internetni the artikli bilan ishlatasizlar. The artikli bilan ishlatasizlar. Tushunarli? Aksar holatda aniq artikl ishlatasizlar internet bilan. Barakallohu fikum. Yana bitta narsa, mana watch so'zini talaffuziga ozgina sizlarning e'tiboringlarni tortmoqchiman. Watch nima degani o'zi? Watch bu yerda ko'rmoq, tomosha qilmoq degan ma'noda kelyapti. Va ko'p odamlar mana shuni xato qilib watch deb talaffuz qilishadi. Watch. Watch emas bu. Watch. W. W harfi hech qachon v tovushini bermaydi. Bu talaffuz borasida katta xato. V tovushini hech qachon W bermaydi. Tushunarli? Watch. Watch. V tovushini V harfi beradi. Mana ham harf. V harfi V tovushini beradi. W bo'lsa W. Pastki labim tepaga tishimga tegmaydi. W. Tushunarli? Watch. Watch emas. Barakallohu fikum. Ketdi. O'sha fikrlar almashgul ishlatishadi. This is called media. This is called media. Bu media deb nomlanadi deb aytamiz. Tushunarli? Bu media deb nomlanadi. Значит, qaranglar, eslab qoling, o'tgan safar ham shuni o'tgan edik. This is called nimadir ham desiz, bu mana shunaqa deb nomlanadi degan bo'lasiz. This is called nimadir ham. Masalan, o'tgan safar ham videoda ko'rsatdimmi? This is called a phone. This is called a laptop. This is called an iPad. This is called a pen. Va hokazo. Tushunarli? This is called a hoodie. A hoodie. Nimaga siz hozir shu hamma narsani aytayotganingizda qo'shyapsizda, lekin this is called media da ni qo'shmayapsiz. This is called a media demayapsiz. Nima uchun deb savol bersangiz juda ham yaxshi savol.
Nimaga? Chunki a degani o'zi bitta degani. Bir, one degan so'zdan olingan, one. Bu avtomatik tarzda anglatadiki, sanaladigan narsalarga ishlatamiz a ni. Mediani sana olamizmi? Ikkita media, uchta media deya olamizmi? Yo'q. Sanalmaydigan narsa bilan a yoki an artiklini ishlata olmaymiz. O'shaning uchun bu yerda a media bo'lmaydi, shunchaki media bo'ladi. Tushunarli? Barakalloh. Davom ettiramiz. Media is very powerful. Media is very powerful. Talaffuzga e'tibor beramiz. Very powerful. Power emas, powerful. Tushunarli? Media is very powerful. Nima degani bu? Media juda ham kuchli. Powerful degani kuchli. Powerful bu kuchli degani. Oops. Powerful kuchli degani. Qani powerful degan so'zga gap tuzinglarchi. Gap tuzinglarchi. Powerful degan so'zga gap tuzinglar. Bitta ko'ringlar, gap tuzishinglarni. Barakallohu fikum birodarlar. Bu kuchli degani ta'kidlab o'taman. Kuchli deganda ham fizik, ya'ni jismonan kuchli bo'lishi mumkin. He's very powerful desa, kimdir kuchli bu, kuchi ko'p demoqchi bo'lgan bo'lishingiz mumkin yoki nimadir mana media odam emas-ku, to'g'rimi? Muskullar yo'q-ku mediani. Ya'ni u katta ta'siriga ega degan ma'noda kuchli degan demoqchi bo'lganingizni ham ishlatishingiz mumkin. Barakallohu fikum. Tushunarli? Xo'p, mana bitta Fozil aytibdi, my dad powerful debdilar. Lekin bu yerda bitta xato bor. Qani boshqalar shu xatoni to'g'rilay olarmikin? Fozil birodarlar xatolarini. My friend very powerful. Abdullah xuddi shunaqa xato qilibdilar. I am powerful. Sardor to'ppa-to'g'ri gap so'zibdilar. My friend is very powerful debdilar. To'ppa-to'g'ri. Mani o'rtog'im juda kuchli debdilar. He is very powerful. To'g'ri. He is a powerful man. Muhammad to'ppa-to'g'ri gap so'zsiz. Shehroz to'g'ri to'g'riladilar. Is qolib ketgan Fozil bilan Abdulloh birodarlarning gapligida is qolib ketib qolgan. MacBook is very powerful debdilar. Qo'shilamagan gapga. My dad is very powerful. My brother is very powerful. I'm powerful. I think every old people is powerful demoqchi bo'lganlar, sal xato ketib qolgan. Lekin every dan keyin birligini ishlatamiz. Esingizda qolsin. Har bir degandan keyin every degan har bir degani, har nimadir ham. Misol uchun har telefonlar deymiz, har bitta telefon deymiz. Tushunarli? Shuning uchun every dan keyin birlikdagi so'z ishlatamiz. Bu yerda people ishlatasiz-ku. Shuning uchun xato bo'lgan bu yerda. Mana I think every old person is powerful bo'lishi kerak. This is a powerful man bo'ladi. Xayriddin. Knowledge is a powerful thing, especially nowadays. To'ppa-to'g'ri Abrorjon. Allohum barik. We are very powerful. To'g'ri. My friend has a strong brain. Okay, yaxshi, to'g'ri. Mani o'rtog'imning kuchli miyasi bor. To'g'ri. Молодец. Davom etamiz. Ya'ni media kuchli deb aytamiz. Mediani ta'siri kuchli degan ma'noda kelyapti bu yerda. Ya'ni media o'zi kuchli emas, to'g'rimi? Odam emas. It can teach people good things. Hozir juda ham hayajonlanyapman. Nimaga? Chunki iPadimni skrini yozyaptimi yo'qmi o'shani bilmayapman. Telegramda screen record yoqqanimda avtomatik screen record yoqilib qoldi, lekin men o'zim screen record yoqqanim yo'q. Shuning uchun hozir bu darsimiz tugaganidan keyin screen record saqlanib bo'ladimi yo'qmi bilmayapman. Agar bo'lmasa, faqatgina jonli dars o'tgan bo'lamiz. Bu video YouTube ga chiqmaydi. Agar YouTube ga chiqsa, bilinglarki, alhamdulillah saqlanib bo'lgan ekan. Davom etamiz. Xo'p, it can teach people good things. Ya'ni it nimaga tegishli hozir? U odamlarga yaxshi narsalarni o'rgata oladi deb aytadi. U nima bu yerda hozir? Nimaga tegishli? Undan oldingi gapdagi egaga tegishli, egasiga, subjectga tegishli. U ham bo'lsa media. Ya'ni hozir qaranglar. Media juda kuchli. U odamlarga yaxshi narsalarni o'rgata oladi deb aytadi. U deganda mediaga tegishli, tushunarli? It can nima degani edi? Can nima degani edi? Qila olmoq. He, she, itga ham, I, you, we, theyga ham, boshqasiga ham, unisiga ham hammasiga can bo'ladi. Cans bo'lmaydi, tushunarli? Cans bo'lmaydi hech qachon. Prophet Muhammad sallallohu alayhi vasallam is a very powerful in all of the among all of the prophets. Grammatiki to'g'ri bo'ladi. Allohum barik. He isn't very powerful. U kuchli emas. Yaxshi. My dad is very powerful. Yaxshi, media. Yaxshi, Allohum barik. Молодцы. Endi bitta sizlarga vazifa
can so'zi bilan gap tuzing. Qani can so'zi bilan gap tuzib beringlarchi birodarlar, tez. Faqat iltimos, gapni sal qiyinroq qilishga harakat qilinglar yoki rang-barangroq qilishga harakat qiling. Misol uchun I can swim. I can read. Unaqa emas-da, ya'ni oddiy gap emas. O'zingizlarni ozgina nima qilinglar? Nima deydi? Challenge qilinglar. O'zingizlarga qiyin vazifa beringlar-da, o'sha vazifa orqali keyin Allohning bilan rivojlaninglar, tushunarli? Can you teach me English? Allohim barak, to'ppa-to'g'ri savol gapirib, faqat Englishni katta harfdan yozamiz. Can you tell me please? Okay, yaxshi. Can you translate this sentence please? Allohim barak, gap tutayotgan gapinglar menga yoqyapti. Beginner daraja zo'r. Молодцы. Hop, how can I call you? Allohim barak o'rganuvdik-a, anaqada. Birinchi darslarimizda o'rgandik. How can I call you? Can you pass a tissue please? Молодец, O'tkir. Can I help you? Yaxshi. I can't drive a car because my isn't a car. My isn't a car. Nima demoqchisiz? My isn't a car bo'pti. Sal xato ketib qo'ygan. I can do my lessons well. Okay. Can I use your phone? Yaxshi. Can you help me? I can call me Ilyosjon. You can call me bo'ladi. Siz meni Ilyosjon deb chaqirsangiz bo'ladi. Can you give me money? Allohim barik. Молодцы. Yaxshi gap. Gaplar sodda emas, молодцы. How can you do this task? How can do you do chiqmaydi. Can chiqqandan keyin do chiqmaydi, birodarlar. Abrorjon, how can you do this task bo'ladi? I can learn English at a high level. Oh, Allohim barik. I can use car for work. Молодцы. Davom etamiz, birodarlar. Mana it can teach people good things deb aytayapti. Ya'ni u odamlarga yaxshi narsalarni o'rgata oladi. But mana ya'ni but lekin degani it can also spread bad ideas. Mana shu spread degan so'zni ko'plar xato o'qiydi. Spread deb o'qishadi. Yo'q, bu spread deb o'qiladi. Spread degan tarqatmoq degani, tushunarli? Tarqatmoq, ommalashtirmoq, tarqatmoq degani. Mana but lekin it can also undan tashqari u yomon fikrlarni tarqata oladi. Tushunarli? Mediadan yaxshi va yomon yo'ldan foydalansa bo'lar ekan. Yaxshi narsalarni o'rgatish uchun foydalansa bo'lar ekan. Yoki yomon fikrlarni tarqatish uchun ham foydalanadi, afsuski bir xil odamlar. That is why nima degani, birodarlar? Eslab qolamiz. That is why degani shuning uchun degani. Shuning uchun degani. Tushunarli? Nima degani ekan that is why? Shuning uchun. That is why Muslims should learn how to use media. Mana shuning uchun Muslims nima degani? Muslims nima degani? Tikuvchilar deganimi? Uchuvchilarmi? Yo'q, musulmonlar degani. Muslim o'zi turibdi-yu. That is why Muslims, musulmonlar should learn, should sizlar bilan hali vallohu alam o'tmadi, endi o'tamiz. Should degani, birodarlar, kerak, nimadir qilish kerak, maslahat berayotganingizni, mana shunaqa bo'lish kerak, qilish kerak deganingizni ishlatadigan so'z. Ya'ni kerak degan ma'noda keladi, tushunarli? Shuning uchun musulmonlar learn o'rganishi kerak. Learn talaffuzga e'tibor bering. Learn o'rganishi kerak. How to use media. How, qanday, to use, ishlatish, media. Ya'ni mediani qanaqa qilib ishlatishni musulmonlar o'rganish kerak o'shaning uchun deb aytayapti. Tushunarli? Barakallohu fikum. Hop. Chatda yozib yotishibdi, gaplar tuzib yotishibdi. Can you read my name too? Okay, I cannot drive a car because I don't have a car. Shunaqa demoqchi bo'lganlar Muhammad Yusuf. Hop, davom etamiz. We must use media to share truth, kindness and Islam. Must degani nimadir qilish shart, kerak degani, nimadir bu shoulddan sal kuchliroq majburiyatni bildiradi. Must, tushunarli? We must, bizni mana qilishimiz shart degan ma'noda kelyapti. Bizni qilishimiz shart, nima qilishimiz shart? Use media. Mediani ishlatishimiz shart. To share degan so'zni boya sizlar bilan o'tdik, ulashmoq degani. To share truth nima degani? Truth haq degani, haqiqat degani, tushunarli? To share truth, bizni mediani ishlatishimiz shart, haqiqatni ulashish uchun. Media ulashish uchun, tushunarli? Haqiqatni ulashish uchun. Va kindness nima degani? Kindness degan mehribonlik.
degani mehribonlik deb tarjima qilsa bo'ladi, tushunarli? Kindness, mehribonlik and Islam. Ya'ni bizni haqiqatni, mehribonlikni va islomni ulashish uchun mediani ishlatishimiz shart deb aytayapti. Tushunarli? Keyingi gap. If we do not learn media, agar biz mediani o'rganmasak, buni o'rgandik, do notni o'rgandik. If we do not learn media, agar biz mediani if we do not learn media, agar biz mediani o'rganmasak, others nima degani? Boshqa odamlar. Others may tell wrong stories about us. Boshqalar biz haqimizda, about nima degani edi? Haqida, about us. Biz haqimizda, us degani biz haqimizda degani, about us. Biz haqimizda noto'g'ri hikoyalar yoki noto'g'ri gaplar biz haqimizda aytishi mumkin deb aytayapti. Boshqalar biz haqimizda noto'g'ri gaplarni tarqatishi mumkin degan ma'noda aytilyapti deb tushunarli? Boshqalar biz haqimizda noto'g'ri gaplarni tarqatishi mumkin mediada, agar biz mediani ishlatishni o'rganmasak deb aytamiz, tushunarli? Xo'p, barakallohu fikum. Davom etamiz. When Muslims understand media, musulmonlar mediani tushunganida yoki qachonki musulmonlar mediani tushunganida deb aytayapti, tushunarli? We can make videos. Ya'ni biz videolar qila olamiz. We can make videos, podcastlar qila olamiz, and websites va qarang, talaffuzga e'tibor beringlar. Website dedim, website deganim yo'q. Website dedim. Va websitelar qila olamiz. We can make that help people learn about Allah, the Prophet ﷺ, and good manners. Qaysiki yordam beradi odamlarga. Nima qilishga yordam beradi? Learn about Allah, the Prophet ﷺ, and good manners. Ya'ni odamlarga yordam beradi nima qilishga? Alloh, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va go'zal xulq haqida o'rganishga odamlarga yordam beradi. Endi butun gapni birlashtirsak nima degan bo'ladi o'shanda? Qachonki musulmonlar mediani tushunsa, Alloh, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va go'zal xulq haqida o'rganishga yordam beradigan websayt, podkast va videolar qila olamiz biz deb aytilyapti. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi ingliz tilidan o'zbek tiliga to'g'rima-to'g'ri tarjima qilganda shunaqa. Gap ko'pincha oxirdan boshlab tarjima qiladi. Chunki so'zlar ketma-ketligi o'ta har xil. Xo'p, men birodarlardan bitta savol beray, siz tushunyapsizlarmi? Tushunarli bo'lyaptimi? Savollar bormi? Qayim biroz qarab qo'y chatdan. Zo'r bo'lyapti, alhamdulillah. Tushunyapman. Qiyin tuyulyapti, alhamdulillah. Qiyin tuyulayotgan bo'lsa, inshaalloh rivojlanyapsiz. Hammasi ajoyib. Zo'r tushunarli bo'lyapti, alhamdulillah. Savol yo'q. Allohumma barik. Yes, I am understand. Mana shu gapingizni olamiz. Hozir Sayfullo birodar yaxshi yozdingiz. Tak, Sayfullo birodarning gaplarini tahlil qilaylik, bitta tahlil qilamiz. Sayfullo birodar, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Gapingizni tahlil qilaylik. Boshqalarni nimadir o'rganib olishiga sababchi bo'lasiz. Qarang, Allohumma barik. Qani tahlil qilamiz. To'g'ri gapmi? Nimasi to'g'ri? Agar noto'g'ri bo'lsa, nimasi noto'g'ri? Men tushundim tarjimasi. Xo'p, I harfi doim katta bilan yoziladi. To'ppa-to'g'ri. Bu bitta xato edi. I harfi kattadan yoziladi. Ya'ni har doim hamma so'zi ichidami? Yo'q. Man degan ma'noda kelayotganda I so'zini, man so'zini men. O'shani kattadan yozamiz. Tushunarli? Men tushundim tarjimasi. Men tushunyapman. Yes. Am ishlatilmaydi. To'ppa-to'g'ri. Fe'l emasmi deb aytayapti. Yes, I understand. Bo'lmaydi-da, I am bo'lmaydi-da. Noto'g'ri gap, chunki grammatik am ishlatilmaydi. I understand bo'ladi. Ikkita kesim kelyaptimi? To be va harakat to'ppa-to'g'ri. Endi tushundinglar. Understand tushunmoq fe'li. Ya'ni I am understand bo'lmaydi. I understand bo'ladi. Bo'ldi. I am understand bo'lmaydi. I understand bo'ladi. Tushunarli? Barakallohu fikum. I understand. Menimchalik birodar tushundilar o'zlari ham. I understand. Nimaga I understand bo'ladi? Chunki sizlar bilan present simple da
kursimizda barakallohu fikum o'tdik-ku. Mana qisqacha tushuntirib o'taman. Subject plus verb. Subject plus verb. Bu present simple strukturasi. Subject bu kim nima savoliga javob beradigan so'z, ega ya'ni. Verb bu fe'l. Eslab qolamiz. Present simple da fe'l ikki xil bo'lishi mumkin. Ikki xil. Necha xil ekan? Ikki xil ekan. Bittasi to be. Ikkinchisi qanaqa? Fe'l, verb, ya'ni qanaqadir ish harakati bildiradigan so'z. Uni qilaylik. Ish harakat bildiradigan so'z. Ish harakat bildiradigan so'z. Masalan, aytaylik, I am a teacher. I am an English teacher. English teacher. Men ingliz tili ustoziman. Mana mana shu qaysi zamondagi gap? Present simple. Mana I subject bo'tdi. Mana nima qiling? I subject bo'tdi va am mana to be bo'tdi. Tushunarli? Va qolganlari ikkinchi darajali gap bo'laklari. I am a teacher masalan. Endi xuddi shu gapni mana ish harakatni bildiradigan so'z bilan yozsam, mana I teach English. I teach English. Bu yerda voy to'xtanglar, nimaga am bo'lmayapti? I bilan har doim am ishlatilishi kerak emasmi? Xato bo'ldi gap-a? I am teach English bo'lish kerak-ku, to'g'rimi? Yo'q, birodarlar. Biz aytdik-ku, present simple zamonida yoki ish harakat bildiradigan fe'l ishlatlanadi. Ya'ni bu yerda teach, o'rgataman, dars beraman. Yoki to be. Bu am is are. Tushunarli? Present simple da bu ham verb rolini ikkalasi bittada o'ynab kelmaydi. Xato bo'ladi, tushunarli? I am teach. Shuning uchun ana sizlarga o'rgatishadi-ku, endi qayerdadir o'rgangan bo'lsanglar, I ga am ishlatlanadi. I ga am ishlatlanadi. He, she, it ga is ishlatlanadi. I ga am ishlatlanadi. Har I kelsa am qo'shib qo'yish kerak avtomatik. Unaqa deb yodlamanglar, yo'q. O'zining joyi bor. I kelsa sразу am emas, ish harakatga o'tman. Teach bo'tdi. I am teach English bo'lmaydi. Tushunarli? Present simple da yana qaytaraman, ikki xil verb, ya'ni kesim bo'lishi mumkin. Yoki bunisi. Bu va bu emas. Bu yoki bu. Bittasi kelsa ikkinchisi kelmaydi. Bu yerda mana teach keldimi, am kelmaydi. Tushunarli? Xuddi shu gap he, she, it ga ham tegishli. Mana he is an English teacher desiz, he is bo'tdi. Bu u ingliz tili ustozi. Xo'p, yaxshi, mana is fe'l bo'ldi, verb bo'ldi. Endi he teaches English desiz, he is teaches bo'ladimi? Yo'q. Nimaga? Chunki is verb bo'tdi, teaches ham verb bo'lib qoldi. Ikkita urushib ketadi bir-biri bilan. Shuning uchun isni olib tashlaymiz. Biz o'qitadi deb aytmoqchimiz-ku, teaches olib tashlay olmaysiz. Tushunarli bo'ldigan bitam buni kursda Allohum barik. To'ppa-to'g'ri, present simple, to'ppa kursda buni batafsil o'tuvdik sizlar bilan. Davom ettiramiz. Ozgina qoldi. Good manners nima degani edi? Chiroyli xulq degani, barakallohu fikum. Chiroyli xulq. Orada o'zimga ham sizlarga ham eslatma qilib ketaman. Biz musulmonmiz va chiroyli xulq biz uchun eng muhim narsa. Eng muhim narsa deganda qanaqa ma'noda aytaman? Birinchi o'rinda Alloh subhanahu va taolo bo'lgan chiroyli xulqimiz. Bu bo'lsa tavhid bo'ladi. Tavhid, ya'ni qiyomat kuni eng og'ir, tarozimizda eng og'ir bo'ladigan narsa chiroyli xulq bo'lar ekan. Albatta, biz birinchi o'rinda Alloh subhanahu va taologa nisbatan chiroyli xulq ko'rsatishimiz kerak. Bu tavhid ko'rinishida bo'ladi. Uni farz qilgan, majburiyat qo'ygan narsalarimizni qilishimiz va harom qilgan narsalarni o'zimizni tiyishimiz bo'ladi. Chiroyli xulq Alloh subhanahu va taologa nisbatan qilinadi. Birinchi o'rinda eng muhimi. Tushunarli? Va o'zimizga nisbatan chiroyli xulq qilishimiz kerak. Bu qanaqa bo'ladi? Misol uchun gunoh qilib qo'ysangiz, ketidan Alloh asrasin, ketidan sirazi darrov yaxshi ish qilib yuboring, savob ish qilib gunohni Allohning izni bilan gunohni ketkazish uchun yaxshi ish qilib yuboring ketidan sirazi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek. Va atrofingizdagi odamlarga ham chiroyli xulq qilishingiz kerak. Sizni sababingizdan odamlar dinimizni yomon ko'rib qolmasin, dinimizga yomon qarash bilan qarab qolmasin. Shuning uchun aytmoqchimanki, o'zimga birinchi o'rinda eslatma sizlarga ham birodarlar, chiroyli xulq musulmonni eng katta ko'ziri bo'lish kerak, ya'ni. Uni identikasi, shaxsiyati chiroyli xulq bo'lish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng chiroyli xulq egasi bo'lganlar va ular bizga eng yaxshi namunalar. Shuning uchun biz ham chiroyli xulq egasi bo'lishga intilishimiz kerak har doim. Davom etamiz. We can also protect our children from harmful content. Mana also hamda, bunaqa ham degani also, ya'ni
We can also biz undan tashqari protect our children. Protect nima degani edi? O'tgan darsimizda ham o'tdik. Protect degani himoya qilmoq. Protect himoya qilmoq. Protection himoya. Mana shu aytayapti, biza undan tashqari o'z farzandlarimizni harmful degani zararli degani. Zararli degani. Harm zarar degani. Tushunarli? Harmful zararli. Harm zarar, harmful zararli. Qaranglar, endi bu bilmayman tasodifmi Alloh alam, to'g'ri kelib qolgan ekanki, harm so'zi bilan harom so'zi bir-biriga o'xshash. Harm harom. Harom nima degani? Mumkin emas degani, ya'ni mumkin emas narsani harom deymiz. Harm nima degani? Zararli. Endi men hozir aynan o'shaning uchun shunaqa demoqchi emasman, lekin shunaqa tasodif bo'lib qolgan ekanki, biz bilamiz harom narsalarning hammasi biz uchun zararli. Mana shunaqa qilib assotsiatsiya qilib yodlab olsangiz bo'ladi, tushunarli? Harm zararli, zararli emas, zarar, harmful zararli va barcha harom narsalar bizga zararli. Barakallohu fikum. Content, endi menimcha o'zbek tilidan content deymiz-ku, to'g'rimi? O'z rus tilidan o'zlashtirib oldik bu so'zni content. Shu barcha ma'lumot tarqatadigan narsalarni content deydi. Hatto kitobda yozilayotgan matn ham o'zi bundoq qarasa contentning bitta turi. Tushunarli? Bu ham contentning bitta turi. Ma'lumot tarqatilayotgan videolar, audiolar, matnlar, postlar, hamma narsani content deb aytamiz. Tushunarli? Bu yerda aytayotdiki, we can also protect our children from harmful content. Biz undan tashqari o'z farzandlarimizni zararli contentdan himoya qila olamiz. Tushunarli? Himoya qila olamiz. Agar shu bizni mediani tushunsak deb aytamiz. Learning media is not only for fun. Yana bitta zo'r fraza, for fun. For fun nima degani edi? Maza qilish uchun. For fun degani maza qilish uchun. Masalan, mana bunaqa savol bersanglar bo'ladi, birodarlar. Sani hobbing nima deb savol berishingiz mumkin. What's your hobby? What's your hobby? O'zi hobbini odamlar nima uchun qiladi? Maza qilish uchun qiladi, to'g'rimi? Hobbini odamlar odatan maza qilish uchun shug'ullanadi hobbi bilan. Masalan, sport bilan shug'ullanishi mumkin. Chunki undan pul olmaydi chunki. O'sha narsani boshqacha qilib savol berishingiz mumkin. What do you do for fun? What do you do for fun desanglar, sen maza qilish uchun nima qilasan degan savol bo'ladi va bu seni hobbing nima degan ma'noni beradi. Tushunarli? What do you do for fun? Sizlarga ham yozib bering. Mana. What do you do for fun? Sen maza qilish uchun nima qilasan? Bu degani seni hobbing nima degani bo'ladi. Tushunarli? Yodlab olamiz, birodarlar. Barakallohu fikum. What do you do for fun? Sizlarga vazifa stream emas, chatdagi birodarlar, what do you do for fun deb yozinglar-da. What do you do for fun deb yozasizlar va tegidan sizlar o'zingizlardan kelib chiqib javob beringlar o'shanga. Misol uchun, mana menga shunaqa savol bersa, what do you do for fun desa, I play with my daughter, misol uchun. Men qizim bilan vaqt o'tkazaman. I spend quality time with my daughter for fun. Maza qilaman, qizim bilan ko'chaga chiqib aylanib kelishni yoki misol uchun uni o'ynatishni rosa yaxshi ko'raman. Men maza qilaman shu narsadan. Misol uchun. Sizlar ham qani javob beringlar-chi. What do you do for fun? Yozishyapti. Allohim barik. Ya'ni bu yerda aytayaptiki, learning media is not only for fun deb aytayapti. Mediani o'rganish bu faqatgina only maza qilish uchun emas, media deyapti faqatgina. Mediani o'rganish faqatgina maza qilish uchun emas deb aytayapti. Tushunarli? It is part of da'wa. Da'wa nima degani? Da'wa degani, ya'ni odamlarga da'vat qilish, chaqirish degani. Tushunarli? Da'va, odamlarni chaqirish. Bu da'vatning bitta qismi media hozir. Bitta qismi emas, eng katta qismi hozir bundoq qarasa da'vatni. Eng katta qismi. Da'vatning bitta turi, misol uchun siz o'zingizni qanaqa tutishingiz bo'lsa, mediada o'zingizni qanaqa tutishingiz undan ham kattaroq miqyosdagi da'vat bo'ladi. Xo'p, bu da'vatni bitta qismi deyapti, part degani qism degani, part, qism degani, part. Car parts degani mashina zapchastlari misol uchun, car parts. It is part of da'wa and helping the ummah va ummatga yordam berishning bir qismi, tushunarli? Bir qismi. In the 21st century, mana yana the ishlatilyapti chunki 21st bo'lyapti, ya'ni 21-chi tartib soni 21-chi bo'layotgan uchun the 21st bo'lyapti. In the 21st century, learning media is not a choice. Ya'ni
learning media, mediani o'rganish, learning, o'rganish, learning media is not a choice. Choice nima degani? Tanlov. Tanlov, ya'ni mediani o'rganish birinchi asrda. Bu bitta tanlov emas. Ya'ni o'rganaymikin, o'rganmaymikin, nima qilsamkin, o'rganaymikin, vaqtimni shunga ajratdim degan narsa emas, deyapti. Bu san tanlov emas, deyapti. It is a must. It's a must. It is a must. Bilasizlar? It is ni qisqartirib it's deb yozsam bo'ladi. It's ham bo'ladi. It's a must. Eslab qolamiz. It's a must degani bu majburiyat degani. Bu qilishimiz shart bo'lgan narsa degani. Tushunarli? It's a must. Mana shu bizani matnimizda hozir anaqa so'ziga what do you do for fun ga gap tutishyapti. I walk in the park, okay, I watch a football match just for fun. Futbol ko'rishar ekan maza qilish uchun, lekin maslahat bermayman futbol ko'rishni. What do you do for fun? I enjoy playing football in my free time. Okay, futbol o'ynash, ya'ni sog'lom hayot tarzi, badan tarbiya. What do you do for fun? I would enjoy learning English. Nimaga I would enjoy? I enjoy siz to'g'ri bo'ladi, ha? Okay. I would enjoy, okay, I read books, it's very interesting, okay, I drive a car, what do you do for fun? I like to ski for fun, I like to chat with my friend, o'rtoqlar bilan gaplashish for fun, ya'ni maza qilish uchun o'rtoqlar bilan gaplashar ekanlar. I like playing bo'ladi yoki to play, yoki playing to play. I like dan keyin yoki to verb yoki I like verb ing, ya'ni ing qo'shasiz. I like playing football and travel to many countries. Yaxshi, Allohum barik. Xo'p, birodarlar, mana shu bugungi matnimiz edi. Savollar bormi deb hozir chatdan so'rang, savollar bormi? Savollaringiz bormi? Savollariga javob berib chiqaman. Matnga tegishli yana bitta narsani aytib ketay, birodarlar. Boy aytaman deb esimdan chiqib qoldi. Mana Muhammad sallallohu alayhi vasallam deb aytdik-ku. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni esga olganimizda salovat etishimiz kerak, to'g'rimi? Va mana shu sallallohu alayhi vasallam deganimizda ba'zida endi musulmon bo'lmagan odamlar tushunmaydi bu narsani. Nima? U deb qolishi mumkin. Mana shu narsani ingliz tilida nima deyish mumkinligini hozirga aytib ketaman. Sallallohu alayhi vasallamni peace be upon him. Peace be upon him. Prophet, peace be upon him. Prophet degani rasul degani, tushunarli? Ya'ni nabiy. Ikkalasidan bittasi. Prophet degani o'sha Rasulullohni prophet deymiz-da, payg'ambar, ha? Peace be upon him degani o'sha ularda tinchlik bo'lsin, salam bo'lsin ularga degan ma'noda bo'ladi. Peace be upon him. Tushunarli? O'zi salam nima degani? Salom nima degani? Tinchlik degani. Tinchlik inglizda peace bo'ladi. Peace. Shu ularga salomlar bo'lsin degan ma'noda peace be upon him bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam prophet, peace be upon him bo'ladi. Prophet, peace be upon him siz hamma ingliz tilini tushunadigan odam sizni inshaalloh tushunadi. Prophet, peace be upon him siz. Va peace be upon him ni hamma payg'ambarlarga ham ishlatib turasiz. Misol uchun Ibrohim, peace be upon him. Isa, peace be upon him. Va hokazo. Tushunarli? Endi Isani ingliz tilida Jesus deb aytadi, Ibrohim Abraham deb aytadi. Musa alayhisalomni Moses deb aytadi. Ingliz tilida ismlari o'zgaradi. Lekin men musulmonlar bilan gaplashayotgan bo'lsangiz, Qur'onda qanaqa kelgan bo'lsa, xuddi shunaqa ishlatishni tarafdoriman, to'g'risini aytsam. Va o'zi boshqalarga ham mana shunaqa deb aytilishini nima desam bo'ladi? Ko'proq o'rgatishni tarafdoriman. Ya'ni ingliz tilida bo'lsa ham musulmonlar bilan bir xil, hatto hello, good morning deb salomlashadi. Ingliz zabon musulmonlar. Yo'q, ingliz zabon bo'lsa nima qildi? Musulmonman, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tushunarli? Xo'p, mana shuni ham aytib ketadigan edim, birodarlar. Barakallohu fikum. Savollar bormi deganimda, mana o savollar gaplarni tuzolmaslik yoki tuzishda qiynalishlik beginar darajada normalmi? Albatta normal. Albatta bu o'ta normal narsa, gaplarni tuzolmaslik, so'zlar ketmay-ketligi. Shunchaki mana shunaqa mashqlarni, mana shunaqa listeninglarni va matn analizlarini ko'p qilib tursangiz, sizda sekin-sekin shakllanish boshlaydi tushuncha. Yo'q, ko'pincha mana bunaqa bo'lardi. Yo'q, mana bunaqa gapirsam g'alati tuyulyapti shu yerda degan hissiyot paydo bo'ladi ichingizda, tushunarli? Masalan, qarang. Men rus tilini bir xilla bilmaydi. Oramizda rus tilini bilmaydiganlar bo'lsa kerak, Alloh alam.
Men shaxsan rus tilini umrimda o'rganmaganman. Umrimda rus tilini kitob qanday rus tilini o'rganay bugun nima ekan o'zi qanaqa til ekan deb umuman kitob ochib ko'rmaganman rus tilini o'rganish uchun. Lekin alhamdulillah rus tilidan dars o'ta olaman. Qanaqa qilib? Shunchaki ko'p eshitib o'rganman rus tilini. Va bilamanki rus tilini umuman yaxshi bilmaydigan odam ham biladiki, misol uchun moy mama yoki maya papa qanaqa ishlayapti sizga? Moy mama desa qanaqa ishlayapti? Qulog'ini kesyapti, to'g'rimi? Chunki ko'p eshitgansiz-da mana shu narsani. Maya mama, moy papa. Mana shunaqa to'g'riligini ko'p eshitganingiz uchun rus tilini bilmasangiz ham qulog'ingizni kesadi noto'g'ri ishni. Mana shunaqa hissiyot sizda paydo bo'lgan mana shunaqa oddiy so'zlarga nisbatan. Bu yerda ham ingliz tilida ham xuddi shunaqa hissiyot paydo bo'lish uchun ko'p eshitish kerak. Ko'p mana shunaqa gaplarni tahlil qilsangiz, Allohning izi bilan sizda ham shu gapni tuzish oddiy holga aylanib qoladi barakallohu fikum. Eng oxirdagi mustdan oldin nega a artikli ishlatilganini tushuntirib oling, teacher deb aytiladi. It's a must, ya'ni qaranglar. It's a must. Bu oddiy qilib aytganda birinchidan o'rnashib qolgan narsa. It's a must degan gap o'rnashgan narsa. Fixed bu. Shunaqa bo'lib qotib ketgan ya'ni. Birinchidan, ikkinchidan must deganda ya'ni majburiy narsa degani. Tushunarli? Majburiy narsa, majburiyat. Majburiyat sanaladigan narsa, sanalmaydigan narsa emas. Shuning uchun sanaladigan narsa bo'lgani uchun ni ishlatish bu yerda mumkin. Barakallohu fikum. Tushunarli? Prophet Muhammad sallallohu alayhi vasallam is very powerful in all of the prophets. Shu gapimga nimagadir maslahat bergandingiz, yaxshi tushunmay qoldim. Prophet Muhammad sallallohu alayhi vasallam birinchidan sallallohu alayhi vasallamni SAV qilib yozmaslikni maslahat beraman. Yoki to'liq yozing yoki peace be upon him deb yozing. Is very powerful in all of the prophets. In all of the prophets deb aytmaysizda. Hamma payg'ambarlar ichida deb aytmoqchi bo'lsangiz, among deb aytishingiz kerak. Among orasida degan, tushunarli? Among all of the prophets, ya'ni hamma payg'ambarlar orasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng kuchlisi deb aytmoqchi bo'lsangiz-da agar. Shunaqa gap tuzmoqchi bo'lsangiz. Hop. Gaplarni tuzishga va gapirganda tarjima qilishga endi beginnerda bu hozir aytgandek normal holat. Men bilan bog'lanish iloji bormi? Inshaalloh. Teacher, please do more live classes. Inshaalloh ko'proq qilamiz bunaqa narsani. Hop. Hop, ustoz iltimos bitta YouTube'da content chiqaring, tartib haqida zamonaviy disiplina hop bo'ladi inshaalloh. Shunaqa qilaman. Barakallohu fikum. Inshaalloh qilamiz. Hop birodarlar, bugungi darsimizni shu yerda tugatamiz. Foydali bo'ldi degan umiddaman. Inshaalloh yana darslar qilamiz. Barakallohu fikum. Qanchalik foydali bo'lganiga qarab va umid qilamanki, screen record iPadda yozgan bo'lmasa bu dars YouTube'ga chiqmasligi ehtimoli 99%. Hop. Inshaalloh yana ko'rishamiz. Barakallohu fikum. Assalomu alaykum.